Nozim aka juda ko'p kafe, restoranlar bilan ishlaysiz-ki, hozirda ko'ryapmiz ko'zimiz bilan tashqi, ichki interyerlariga juda ko'p pul sarflashyapti, Ha, lekin sarflashyapti. Million pullar ichkarisiga sarflashyapti. kirsangiz, ichkarisida muammolari bor, ozgina yetishmovchiliklari bor. Shunga qanaqa maslahat berasiz? Siz ichkarisi deganda nimani nazarda tutdingiz, Ali? Masalan, kuxnyani ichida, Ha, ovqat pishiradigan, peklarnyani ichida, tayyorlaydigan shunaqalarni joylarini ichida aytyapsiz-da. kamchiliklari juda ko'p yerda ko'rdim. Shunga bitta maslahat bersangiz. Bu yerda bizni firma bunaqa kafelarga yuqori sifatli, zamonaviy, nержавейкаdan bo'lgan, zanglamaydigan po'lat mahsulotlarni doim taklif qilib kelganmiz. Ko'pchilik firmani kamchiliklari, ko'p kafe, restoranlar kamchiliklari oddiy yog'och stullardan, zanglaydigan nержавейкаlardan shunaqa bir sifatsiz mahsulotlar ishlatib qo'yadi. Mo'ykalar zanglab ketgan bo'ladi, stullari toza gigiyenaga amal qilmaydi. Bizdagi mahsulotlar doim 100% zanglamaydigan po'lat mahsulotlardan ishlab chiqaramiz. Stul deysizmi, kafelarga, mo'yka deysizmi, razdalchi liniyalar deysizmi, bizni Nur Profil firmamiz shunaqa sifatli mahsulotlarni doim mijozlarga taklif qilib kelganmiz. Bizda Nur Profilda yana ustunlik tomoni boshqa firmalardan bizda doim nержавейка profillari ham, listlari ham doim birinchi qo'l, optim narxlarda ishlab chiqaradigan ustalarimiz ham eng sifatli usta professionallarning qo'lidan o'tadi har bitta mahsulotimiz. Biz shu kunga do'g'ri mana 10 yildan oshdi. 10 yildan beri 1000 dan ortiq mamnun mijozlar bilan ishlab kelyapmiz. Qanaqa yana kafe, restoranlar bilan bir kafe, restoran ochayotgan tadbirkorlarni shunaqa bir ichkariga kuxnyasiga stul deydimi, mo'yka deydimi, razdalchi liniya deydimi, yana bizda hozir firmamizda yangi mahsulotlar ishlab chiqaryapmiz. Gaz plita, elektriskiy plita, professional kuxnyalarga shu narsalarni yo'lga qo'yganmiz hozir. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilaverasizlar. Nomerlarni pastda qoldirib o'tamiz. Nur Profil to'g'ri tanlov. O'chiring.